Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yangi sotilayotgan joyimizga keldik. Bu mana Bo'zsuv kanalidan 70 metr uzoqlikda joylashgan. Mana keldik joyimizga. Bu mana yozgi oshxonaning joyi. Mana 2 qavatli Yevro korobka. Birinchi qavatida 4 ta xona, ikkinchi qavatida 3 ta xona. Birinchi qavatida sanuzel bor, ikkinchi qavatida ham sanuzel bor. Podvali ham bor. Hozir uni yaqinroq borib ko'rsataman. Kirdik. Bu yoq mana bitta yozgi mehmonxona. Devor urib olib qishki qolsangiz ham bo'ladi. Yoki stulni qilib oshxonani yoqqa chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'tirsangiz ham bo'ladi. To'g'ridazana bu tarafda mana o'zi oshxona. Hovliga qaragan katta oynasi panoramli. Buni oshxonani bu yoqqa etkani chiqarib olsangiz, bu yerga yana bitta xona bo'lib qoladi. Bu yonida mana bitta umumiy sanuzel xonasi. Bundan keyin tayyorgarlikda mana yotoqxona. Yotoqxona orqasi 1.20 lik joy bor. Bu yana bitta xonasi bor. Mana umumiy obzor birinchi qavatlik. Va buni tegi 220 balandlikda podvali bor. To'liq. Ikkinchi qavatga chiqdik mana. O'ng qo'limizda bitta xona. Xuddi shunaqa xona chap tarafimizda ham. Bu yoq sanuzel. Bu mana hol. Terrasasi bilan. Narxiga keladigan bo'lsak, Toshkent shahrida bir xonali kvartiraning narxi, ya'ni $65,000 deb belgilandi.